Assalomu alaykum. Men Somiddin Abdunabiyev. Hozirgi kunda Westminster Xalqaro universitetida dars beraman va shu bilan birga AI Station loyihasida mentorlik ham qilaman hozirgi kunda. Va biz AI Stationda AI mavzulariga bag'ishlangan podkastni boshladik. Bu narsa xudo xolasa hammaga manfaatli bo'ladi deb o'ylaymiz. Va qandaydir mavzular yoki ayni bir AI mavzular yokida startaplar yoki AI bilan bog'liq bo'lgan entrepreneurshiplar, ya'ni tadbirkorliklar mavzusida bu podkastimizda gaplashamiz. Bugungi kunda shu sohada faoliyat olib borayotgan insonlarni taklif qilib qolamiz. Agar takliflar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda qoldiringlar. Assalomu alaykum Muhammad Ali. Va alaykum assalom. Podkastimizni ko'rib turganimizdan sizni xursandmiz. Biz ushbu podkastda bundan buyog'iga xudo xolasa keyingi chiqadiganlar va bugungi podkastimizda ham asosan AI, entrepreneurship va startup ekotizimlar atrofida aylanuvchi mavzular hisobida gaplashgan bo'lamiz xudo xolasa. Avvalambor o'zingiz bir kichik tanishtirib o'tib ketsangiz, biz keyin butun boshli biz o'ylab qo'ygan savollar jamlanmasidan boshlaymiz. Okay. Xo'p, taklif uchun rahmat. Ismim Muhammad Ali. Hozirda AI Station kompaniyasida CPO, ya'ni Chief Product Officer bo'lib ishlayapman. Meni asosiy vazifam Stationda shu biz ishlab chiqaradigan produktlarga mas'ul bo'lish. AI Station nima qiladi desangiz, AI Stationda akademiyamiz bor. Akademiyada biz AI injenerlarni tarbiyalaymiz. Ular lekin bozordagi boshqa o'quv markazlaridan farqli ravishda chiqishadi, hali gaplashamiz. Yana studio bor bizda. Studioda AI startaplarga yordam beramiz. To есть o'zini AI startup qilmoqchi bo'lgan odam bizga keladi. Yetarli founder bo'lish, ya'ni asoschi bo'lish uchun ko'nikmalari yetarli bo'lmasa, ular uchun AIpreneurship programmamiz bor. U yerda o'rgatamiz ideyani validatsiya qilish. To есть hammada g'oya bor, lekin hamma g'oyani ham olib chiqib bozorda startup qilib bo'lmaydi. Uni oldin validatsiya qilish kerak, tekshirib olish kerak. Shundan boshlab biznes modellar, produktni qurish, qanaqa qilib investorga pitch qilishgacha bo'lgan hamma etapni o'rgatamiz. Keyin founderda kerakli ko'nikmalar paydo bo'lgandan keyin biz uni bozorga produktini, ya'ni incubation qilamiz, u yoqda produktini quradi. Keyin acceleration qismida uni biz venturelar bilan tanishtiramiz, bozorga olib chiqib sotuvini tezroq qilishni undaymiz. Shu asosda studio ishlaydi. Station asosiy vazifasi shu. Ungacha bir 2,5 yil hozircha tajriba bor, 2,5-3 yil AI sohasida. AI sohasida. Mohirda AI kompaniyalarida ishlaganman. Undan oldin startup garajda mentor bo'lib ishlaganman startaplarga. Juda yaxshi. Xo'p, qisqa savol hozir sizga berishim mumkin bo'lgan. Mana hozir bilasiz, hamma startup deyapti-da. Bu xuddiki menga bubble'ga o'xshab ko'rinyapti. Ya'ni hamma gapiryapti, tagini asosida hech kim bilmaydi. Qilmoqchi bo'layotgan ishlari bu biznes yo'nalishimi yoki startapmi? Keling bizga shunday bir kichik tushuncha beringki, odamlar startup asli nima va biznes o'zi nima, shuni aniqlab olsin. Zo'r. Undan oldin bubble degan narsangizni tushuntirib ketaylik. Bubble degani bu pufe. Ya'ni pufe shishgan sari oxiri portlab ketadi. Shunaqa. Ya'ni yo'g'ib ketadi. Startup ham umuman AI o'sha shu bubble'ga yaqinlashyapti, ya'ni juda ham hype ko'payib ketdi atrofda. Ya'ni biz ko'rayotgan AI produktlar asli tagi, misol uchun pufe bo'lishi mumkin. Ertaga portlab ketib qolishi mumkin. Startupda ham xuddi shu, nima desa bo'ladi bu? Pozitiv propaganda bo'lyapti. To есть startup qilishga targ'ibotlar bo'lyapti. Bu yaxshi narsa, chunki startup o'zi kattalar aytishadi, davlatni rivojlantirish uchun foreign investment, ya'ni chetdan kiradigan investitsiya, venture capital, to есть startuplarga pul beradigan kompaniyalar, keyingisi private equity. Shu narsalar asosan rivojlantiradi deyishadi. Xo'p, tushuntirib bering bizga startup bilan biznes nima? Okay, tushunarli. Nima farqi bor? Nimaga oddiy bilan aytaylik, kimdir produkt ishlab chiqdi-da, bozorda sota olyapti, uni oylik aylanmasi bor, ya'ni MRR bor 10 mingdan. Endi u 10 ming yetadi menga deb turib to'xtatdi-da, bu yerda bu startapmi yoki biznesmi? Tushunarli. Xo'p, startup o'zi nima degani? Startup bu birorta bir bozor uchun innovatsion yechim, yangilikni olib kirish. Bu ham biznes bor. Pul topish kerak, o'sha qilish kerak. Startup yana bitta unikalniy tomoni shundaki, o'zi startup nima deb qidiradigan bo'lsangiz, bu bir guruh odamlarni birgalikda yangi biznes modelini ustida ishlagan holatda uni bozorga olib chiqish. Ya'ni demak bu jarayon.
Bu Ya'ni jarayon bu startap. jarayon va bu yangi biznes model bo'lishi kerak. Biznes model nima Aha. degani? Bu shu kompaniyasi qanaqa pul topishi. Mhm. Aytaylik, kecha xuddi shunaqa savol bo'ldi biznesmenlar bilan gaplashganimizda. Amerikada shunaqangi startap bo'lgan, ya'ni soqol oladigan borku, jilet deyishadi. Jilet, ha. Ha. Ana shu narsani podpiska orqali sotish startap bo'lganda. Ya'ni qaraydigan bo'lsangiz, bu traditsion biznes. Ya'ni oddiy olib kirib sotish anaqasi. Lekin uni podpiska qilib qo'ygani uchungina startapmi, deyapti? Yo'q. Odatda shu soqol oladigan anaqalarni qaysi yo'l bilan sotishadi? Olib kirasiz, tan narxi bo'ladi, foydangizni qo'yasiz, bozorda sotasiz. Shunaqa. Bu biznes modeli. Shunaqa. Endi aynan mana shu bozor uchun, soqol oladigan narsalarning savdosini bozori uchun podpiska modeli yangi bo'lgani uchun shu narsani startap deyishgan. Va eng qizig'i muvaffaqiyatli bo'lgan. Oxirida muvaffaqiyatli bo'lgan. Qiziq. Ya'ni bu yerda asosiy narsa biznes model bo'ladi, ya'ni yangilik olib kirish kerak. Bu yechim bilan bo'lishi mumkin, lekin asosan biznes model bilan. Chunki nimaga desangiz, startap tabiatdan shunaqangi narsaki, bu jamiyatdagi yiqilish yoki o'sish qoidalariga amal qilmaydi. To есть bitta o'sganida 10x, 20, 30, 100x gacha o'sib ketishi mumkin. Yoki bitta fail bo'lganda umuman startap yo'qib ketib qolishi mumkin. Aha. Bu xuddi shunaqa narsa. Ya'ni biznes bilan startapni bir-biridan aniq opredelitsiya qiladigan, ya'ni farqlay oladigan joyimiz bu yagona uni biznes modeli. Aytaylik, traditsion biznesda yurgan odamlar to'g'ri startapga ham o'tishi mumkin agar biznes modelini biroz o'zgartirsa. Shunaqa. Xo'p, endi savol. Mana hozir bilmagan odam ham AI bilan nimadir qilyapti-yu. O'zbekiston sharoitida O'zbekistondagi traditsion biznes qilayotgan odamlar qanchalik AI ni O'zbekistonga yorib kirishiga tayyor hozirgi kunda? Ya'ni olib kirishga? Ha, ya'ni o'z traditsion biznesida yuribdi. Aytaylik 100 ming, 200 minglab pul topyapti, omadlarini bersin. Lekin ularga AI bilan xuddi shu ishni, traditsion biznesga juda yaqin bo'lgan biznes yoki AI bilan o'sha traditsion biznes berayotgan solutionlarni, ya'ni yechimlarni bera oladigan boshqa biznes, yoki boshqa startap kirib kelyapti. Shu paytda traditsion biznes qanaqa qilib o'z oyog'ida qola oladi? Qola oladimi? Zo'r savol ko'tardingiz. AI mana hype bo'lish boshlagandan keyin hamma xohlayapti o'zini biznesining ichida qaysidir joyda AI bo'lishini. Shunaqa. Lekin bitta katta muammo aynan qayerda bo'lishini bilmayapti. Ya'ni bizga juda ko'p murojaat qilishadi, AI qo'shishim kerak biznesimga deyishadi. Hop, qayerga qo'shaylik? Call centerga qo'shaylikmi, customer supportmi, misol uchun podдержка bo'lish kerakmi yoki onboard tekshiradigan AI bo'lsinmi? Bilmayman, AI qo'shaylik deyishadi. Bu birinchi xatosi ularni. Endi chunki ular agar biznesmen sifatida bilmasa, qayerga AI qo'shishimizni bilmaymiz. Shuning uchun umumiy javob berishim mumkin. AI foydali narsa, sizga yordam bera oladi, proseslarni optimallashtirishda, tezlashtirishda, qanchadir pul tejashda yoki savdoni oshirishda. Lekin u narsani biznesmen sifatida ular aytish kerak bizga. Meni ishlab chiqarishim bor, mana bu joyim sekin ketyapti, AI qo'shishim kerak. Davaychi keyin meni savdam mana bu raqibga nisbatan o'sadi yoki yangi kirib kelayotgan AI startapga nisbatan yoki kompaniyaga nisbatan anaqa o'sadi deb ular aytish kerak. Uni qayerdan qiladi desanglar, endi nima desa bo'ladi? Tayyor instrumentlar bor. Как раз mana Stationda bitta programma qilganmiz. Shu tayyor AI instrumentlardan to'g'ri foydalanish. Yagona AI bu ChatGPT emas. Va video generatsiya qiladigan yoki rasm generatsiya qiladigan AI tool orqali, instrumentlar orqali foydali narsa qilsa bo'ladi. Instagramda maza-bemaza videolar ko'payib ketdi. Shunaqa. Hazilamiz, hokazo, hate anaqa qilishni asosida emas. Prosta aytganim, o'shani biznesga chiroyli yo'l bilan foydalansangiz bo'ladi. Shunaqangi kompaniyalar bor. AI akkauntlar ochgan. Instagramda, TikTokda, o'nlab, 20 lab akkaunt ochishadi. AI avatarlar chiqqan, misol uchun practitionersda ham bor shu narsa. AI avatarlarni aytaylik kuniga studiyaga borib turib bitta video olishingiz kerak bo'lsa, bitta odam bilan 5 ta yoki 10 ta, ya'ni fizik tomondan kuchi yetgancha olasiz. Bitta klik bilan AI da 50 ta har xil xuddi shunaqa videolar qilib turib akkauntlarni yurishyapti va million misol uchun podpischiklar bor. Ya'ni yo'llari ko'p, prosta uni biznesmen o'zi bilish kerak qayerga olib kirishi. Shu savol yana tug'ilyapti buning orqasidan. Mavjud bozorimiz bor, mavjud bozorimiz bor. Bizneslar yurib turibdi. Hozir tendensiya ketyapti AI bilan va AI rush, ya'ni golden rush bo'lgandagi holat hozir. Bundan kelib chiqadiki, AI ni bilgan
traditsionnidan uchib ketadi, oldinlab ketadi doimmi yokida o'zi joylari bor qaysiki AI ni qo'llash mumkin emas. Uje most optimal, ya'ni eng zo'r holatga kelib bo'lgan biznes. Bundan optimallashtiraman desangiz, yurib turgan pipeline ni buzib qo'yasiz. Shunaqa case'lar ham bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Ya'ni protsess yaxshi ishlayapti-da, u yerga AI integratsiya qilish orqali siz protsessni buzib qo'yishingiz mumkin va biznes fail bo'lishi mumkin. Ya'ni biz ham aytaylik, AI agentlar o'rnatib beramiz. O'sha Instagram orqali javob beradigan, Telegram orqali. Ba'zi bir bizneslar keladi, aytamiz sizga ishlamaydi deymiz ochiqchasi. Aytaylik, tayyor puli bilan kelyapti, sotsak bo'ladi. Shunaqa. Ozgina avrab boshqa. Lekin real holatda ishlaydigan, ishlamaydigan joylar bor. Misol uchun tasavvur qiling, katalogda juda ham ko'p tovar bor, biznesmen AI integratsiya qiladigan bo'lsa, AI da mana gallyutsinatsiya degan kasalligi bor-ku. Ya'ni gallyutsinatsiya nima degani? AI o'zi bilmaydigan ma'lumotni ham uверенный tarzda, ishonchi komil holda noto'g'ri narsa aytvoradi. Misol uchun, O'zbekiston poytaxti asli Toshkent, O'zbekiston poytaxti Samarqand degan ma'lumotni AI bilsa, shu narsani ikkilanmasdan aytadi. O'zbekiston poytaxti Samarqand bor. Asli xato ma'lumot. Ya'ni u yerda ham katalog ko'p bo'lgani uchun yoki boshqa holatda bo'lgani uchun AI uni biznesiga minus olib kelib qo'yishi mumkin. Yana aytganimdek, biznesmen birinchi o'zi tushunishi kerak. Qayerga AI foydali bo'ladi, qayerda foydali bo'lmaydi. AI ni tushundik. AI ni biznes integratsiyalarini tushungan bo'ldik hozir. Endi savol startaplarimizga-da, startaplarga qaytadigan bo'lsak, oddiy endi asosan IT based ko'proq, ya'ni IT ga asoslangan startaplarni ko'proq ko'ramiz biz. Qolgan startaplar juda sekin ko'tariladi-da. IT niki tezroq ko'tariladi. Tradisionniy IT biznesdan nima edi oldin? Odamlar juda sekin qadamlab borardi, chunki jamoani o'sishiga qarab yangi odam hire qilishingiz kerak, ya'ni ishga olishingiz kerak yoki produktivnesti juda past bo'lganini ishdan ketkizib, shuni manage qilib turishingiz kerak. Endi hozir qanaqa tendensiya ketyapti? To'g'ridan to'g'ri vibe coding o'tyapti, ya'ni AI orqali coding qilish. Bu yerda startaplarni AI bilan ko'tarishda limitlar bormi, chegaralar bormi? Qayergacha borsak bo'ladi? Vibe coding deganingiz shu AI orqali kod yozish, bu deyarli hammaga imkoniyat ochdi. Ya'ni oldin o'sha dasturlashni bilgan odam ham, hozir bilmagan odam ham endi AI orqali qanaqadir darajada ishlaydigan mobilniy приложение bo'ladimi, mobil ilova bo'ladimi, veb-saytni qila oladi. Lekin hamma ishlatadigan 100 minglar, 1 millionta foydalanuvchi ishlata oladigan darajaga olib chiqa oladimi desangiz, hozir olib chiqa olmaydi bu narsani. Lekin kelajakda bilmayman. Bu potensialda o'sadigan bo'lsa, o'sha darajaga yetib borishi mumkin. Xo'p. Uni mana MVP degan tushuncha bor-ku, ya'ni prototip. Ya'ni sizni produkt ideyangiz bor. Shu ideyani kichkinagina bir versiyasini qilib bozorga olib chiqishingiz kerak, test qilib olishingiz kerak. Uncha vibe coding ishlaydi. Lekin 100% holatda mana o'zingiz ham dasturlashda bir 10-15 yildan tajribangiz bor. Aytsangiz bo'ladi, что 100% vibe coding qilingan startapni, produktni bozorga olib chiqib, normal ishlatib bo'lmaydi. Bunga to'sqinliklar nimada deb o'ylaysiz? Ya'ni vibe coding qilingan startaplarni bozorga olib chiqqanimizda to'sqinlik uchraydi deyapsiz. Bunga to'sqinlik qiladigan narsamiz nima? AI ni kamchiligimi yo AI ni ishlata bilmagan professionalni kamchiligimi? Chunki AI ni tarkibida biz ko'rgan shu kungacha barcha kodni dokumentatsiyasi bor. Chunki unga feed qilingan, o'rganib chiqqan va u kerak bo'lsa Stack Overflow'ni hammasini yoddan biladi. Reddit'da nima bo'layotgan bo'lsa hammasini biladi yoddan. Tendensiya qayoqqa qarab ketyapti, qaysi mavzularga yondashish kerak emas. Scaling issuelari bo'ladigan bo'lsa, ya'ni kengayish muammolari bo'ladigan bo'lsa, u masala bo'yicha barcha yechimlarni ko'rib chiqqan, odamzod ko'rgan barchasini deylikda. Nega aynan o'zi bilgan yo'nalish bo'yicha, ya'ni muammo bo'yicha to'g'ridan to'g'ri yondashuv qilib bera olmaydi? Bu AI ni muammosimi yoki professional muammosimi? Ya'ni vibe coding qilayotgan odamning muammosimi? Endi qarang, bu yerda muammo ikkitasida ham bo'lmasligi mumkin. Katta ehtimol ikkovsida ham emas. Ya'ni siz AI ga aytgan narsangizni qilib beradi. Lekin mana shu xarita bo'yicha men veb-sayt qilmoqchiman yoki platforma qilmoqchiman deb o'sha xaritani o'zini beradigan bo'lsangiz, oxirigacha maromaga yetkazib qilib bera olmasligi mumkin. Lekin uni bo'laklik bo'lgan holatda siz AI bilan gaplashib, aytaylik, har bir qismi uchun yetarlicha vaqt ajratib turib, vibe coding qiladigan bo'lsangiz, ya'ni kod yozadigan bo'lsangiz AI orqali, menimcha erishsangiz bo'ladi. Shuning uchun promptni ham yaxshi yozish kerak, ya'ni AI ga komandani ham to'g'ri berish kerak.
Hozir, o'zi aslida tabiatdan biz hammamiz prompt injenermizda. Ya'ni komanda berishga o'rganganmiz. Shunaqa. Jiyanlarimizda bo'ladimi, ukalarimizda bo'ladimi, singil bo'ladimi? Misol uchun, mana bu narsani olib kelib ber, mana bu ishni qilib qo'y. То есть biz komanda berib katta bo'lganmiz. Insoniyat o'zi komanda berish bo'yicha anaqa. Prompt engineering ham xuddi shu. AI ga to'g'ri komanda berish. Endi lekin yana bitta narsa bor. ChatGPT dan biz so'rayotgan ikki qator gapimizni, to есть promptimiz mana bu vibe coding qilayotganimizdagi promptdan farqli. Ya'ni to'g'ri odamlar o'ylashi mumkin, men prompt engineering bilaman. Bu GPT dan to'g'ri foydalanyapman. Bo'ldi, menga misol uchun prompt engineering o'rganish kerak emas deyish mumkin, lekin 2 varoqlab, 3 varoqlab yoziladigan promptlar bor. Juda ham uzun promptlar. Uning uchun baribir o'rganish kerak bo'lgan narsalar bor. Shuning uchun bu yerda muammo ikkovsida ham emas. Muammo shu tasklarni, ya'ni qilayotgan ishini bo'lib turib maromga yetkazib qoladigan bo'lsa, menimcha eplasa bo'ladi. Lekin baribir ishonmayman, shu 1 millionta foydalanuvchiga anaqa qilsa bo'ladigan, ishlatsa bo'ladigan application qilish. Endi yechimlar bor men ko'rgan. Uni aytadigan bo'lsak, texnik bo'lib ketadi podkastimiz полностью. Soddaroq aytadigan bo'lsak, men buni skill issue deb bilaman, AI issue emas, skill issue deb bilaman. Qobiliyat muammosi. Qobiliyat muammosi bu nimada? Prompt yozayotgan odam bilmaydi emas. Prompt yozayotgan odam shunaqangi tez ketyaptiki, AI berayotgan tezlik darajasida o'zi hali o'ylay olmayapti-da. Ya'ni AI yozyapti, aytilgan ishni bajardi, tamom. Uni AI yozgan kod butun boshli tuzilgan arxitekturani shunaqangi tez buzadiki, siz qayerda nima o'zgarganini eplab olguningizcha ichingizdan hosil bo'layotgan excitement, xursandchilik tufayli to'xta degan narsa xayol kelmaydi-da sizga. Shunaqa. To'xta, men mana shu yerda nima bo'ldi, ko'rib olay demaysiz-da. Surazi borib tap keyingi. Chunki sizda уже barcha qilinish kerak bo'lgan ro'yxat bor. Bu 1 haftalik yoki 10 kunlik. Siz aytasiz 10 kunlikni 1 kunda qilib qo'ydim. Yo'q. Tez qilding. Bunga qaytib kelganda senda muammo bo'ladimi, yo'qmi? Muammo bo'lmaydigan kod yozdingmi, yo'qmi? Chunki mana injener nima qiladi? Chunki Google'dagi odamlar bilan gapirsangiz, Google'da ham Amazon, TikTok yoki shu gigantlarda, shu fan kompaniyada ishlaydiganlar bilan gapirsangiz, injenerlar bilan, ular 3 yoki 4 qator kod yozadi xolos haftasiga. Aytishingiz mumkin, shunchalik katta kompaniyada ishlab 4 qator yozganingga shunaqa ko'p pul olasanmi yoki shuni o'zing injener deb bilasanmi? Injenerligi kod yozishda emas-da. Injenerligi umumiy ishlab turgan arxitektura, tuzilma, ya'ni kelishuvlarni, o'rtadagi interfeys, shularni buzib qo'ymagan holatda ishlashga olib kelib berish. AI da bo'lsa bu bilim bor, lekin professionalning yondashuvi hali, ya'ni bu qobiliyat muammosida yetib bormaydi o'sha joygacha. Ya'ni tushuntirib bera olmaydi. Mana bu yerda bu arxitektura ishlatganman, bu yerda buni buzma, bu yerda bu narsam bor. Tushuntirib bermaydi-da, buni xohlayman deydi, bo'ldi, qilib beradi. AI qilib beradi, zo'r. Muammo, men o'ylayotgan shu tushuntirmoqchi bo'lganim qobiliyat muammosi. Qobiliyat muammosi, ya'ni to'g'ridan to'g'ri o'zi yetkazib bera olmaydi nima xohlayotganini va nima o'zgarmasligi kerakligini. Shu yerda asosiysi. Endi boya MVP ni gapirdingiz, ya'ni startaplar, MVPlar, AI bilan MVP qilsa bo'ladi. Startapdagi asosiy tushuncha bu biznes model deb gapirdingiz. Endi mana biz eshitib turgan odamga MVP ni darajasi qayergacha kelish kerak? Ya'ni o'ylaymizki, misol men o'zim injener bo'lganim uchun tushunamanki, 4 ta feature bilan MVP ga chiqsa bo'ladi nasamimizda. Ya'ni odamni asosiy muammosini hal qilib beribgina, juda kichik muammo bo'ladi u. Asosiy og'rig'ini hal qilib beribgina MVP ga, ya'ni eng kichik prototipga olib chiqib olsak bo'ladi. O'shundan keyin talabga qarab o'zgarib ketamiz. Lekin qayerda to'xtash kerak? Qayerda og'riqni eng katta qismi yechiladi? Ya'ni 100% og'riq bor. Biz 100% og'riqni hal qilamiz desak, biz 500 ta feature qo'shishimiz kerak yoki 1000 ta feature qo'shishimiz kerak kodimiz ichiga, yoki startapimiz ichiga, yechimlarimiz ichiga. Qayerda MVP to'xtash kerak? Shuni tushuntirib ketsangiz. Tushunarli. Endi qarang, hammada har xil bo'lishi mumkin bu anaqa holat. O'zi MVP ni vazifasi, asosiy vazifalardan bittasi, siz iloji boricha tezroq odamlar pul to'laydigan muammoga yechim qilayotganingizni bilib olishingiz. Ya'ni xohlagan biznesning startup vazifasi pul topish bo'lishi kerak. Hali gap bor-ku, ya'ni don't fall in love with your solution, fall in love with the problem deydi. Ya'ni o'zingni qilayotgan yechiming bilan
yechimini juda ham yaxshi ko'rib qolmagan. Bog'lanib Sani qolmagan. asosiy aniqing muammoni yechishing kerak. Mhm. Xuddi shu, ya'ni asosiy vazifasi sizga birinchi o'sha revenue, ya'ni pulingizni olib kelib bersa, MVP'ingiz bo'ldi. O'sha asosiy vazifasi shu bo'ladi. Endi u qayerda to'xtaydi bilmayman. Balkim ikkita feature bilan, ya'ni ikkita anaqa bilan hal qilishingiz mumkin. A-ni B-ga qo'shib yechim bor. Balkim juda ham katta programma qilganingiz bilan hali ham odamlar sizga pul to'lamasligi mumkin. U haligi siz yechayotgan muammoni kattaligi va kirayotgan bozoringizga ham bog'liq. Endi shunaqangi startaplar bor, hali ham ya'ni MVP holatida ham, ya'ni hali platformasini, ilovasini takomillashtirish kerak bo'lgan, yetarlicha takomillashtirish kerak bo'lgan holatda ham pul topayotgan startaplar bor. O'zimning ham produktlarim bor yoki o'zimning tanishlarimniki bor. Ya'ni produktni qarasangiz, endi juda bir yiqilib qoladigan darajada emas, unday qaraysa hali juda ko'p narsa qilsa bo'lar ekan buni ustida deysiz. Lekin u produktlarni bizani qilayotgan narsamiz asosiy vazifasi shu, bizni iloji boricha faqat odamlar pul to'laydigan yechimlarni qilish. Shunaqa. Bilamiz, что bizani front-endimiz xunuk bo'lishi mumkin, yoki yana bitta knopkani bosadigan bo'lsa ishlamasligi mumkin. Lekin startap pul topadi. Shunaqa. MVP ni to'xtaydigan joyi menimcha shu. Ya'ni sizni pul topadigan yoki odamlar pul beradigan yechimni topib olguncha qilasiz, u yog'i keyin katta. Ya'ni birinchi pul sanalgungacha bo'lgan ishlanma MVP. Prototip bu MVP bo'lishi kerak. Keyin yana bitta narsa, odamlar o'zini MVPsi bilan produktini juda ham ko'p yaxshi ko'rib qolmasligi kerak deb o'ylayman. Ya'ni voz kechib olish qobiliyati bo'lishi kerak. Ya'ni 6 oylab, 1 yillab produktini rivojlantirayotgan komandalar borda. Bir tiyin pul topmaydi. Prosta pul yoqib yotishibdi. Hamma narsasi bor komandada, sotuvdan boshqa. Komanda bor, ofis bor, hamma narsasi bor, sotuv yo'q. Sotuv yo'q. Shuning uchun biz yaqinda bitta gipotezani test qildik. O'zim mana mentor sifatida startaplar bilan gaplashib, ularga maslahatlar berganimda aytaman, что birinchi kunni o'zidanoq, to есть klient bilan ko'proq gaplashish kerak. Endi xuddi shu narsani sinash uchun bitta gipoteza qildik produkt bilan, ya'ni hali produkt yo'q, birinchi kunni o'zidanoq biz mijozlar bilan gaplashyapmiz. Ya'ni bir qator kod ham yozilmagan, mijozlar bilan gaplashyapmiz. O'rganyapmiz, что bu 3 ta muammo aytyapti, mana bu 2 ta aytyapti, mana 5 ta aytyapti. Lekin hammasi 2 ta umumiy muammoni aytyapti. Agar mana shu 2 ta umumiy muammo asosida biz mahsulot olib keladigan bo'lsak, mana shu 3 ta odam ham pul beradi. Shunday. Ya'ni bu narsa qiyin, chunki yo'q produktni siz kimdir vaqtini olib borib turib boshini qotirishingiz mumkin. Kimdir bor Toshkent terda borishi mumkin. Lekin shunaqa yo'l ham qilsa bo'ladi. Ya'ni from day one birinchi kunni o'zidanoq mijozlar bilan gaplashib, umumiy hamma aytayotgan muammolarga yechim qilib keladigan bo'lsangiz, keyin odamlar pul to'lash boshlaydi. Asosiy fishka ham shu. Qiziq, to'g'ri. Yondashuvni to'g'ri deb olsak bo'ladi bu tarafdan. Ya'ni Alisher aka G'asanov bilan uchrashuv bo'lganda ICT Week'da aytgan gaplari. Think you can sell and then sell the product you don't have. Ya'ni o'ylasang sota olasan va yo'q produktni sotib ko'r. Agar sota olsang oldimga kel deganda Hasan aka, Alisher aka G'asanov. Endi og'riqni hal qilib bera olaman senga deb turib pul ola oldingizmi? Yechim keladi. Shunaqa. Pul bor keladi. Endi ko'p biz asosan startap atrofida aylanyapmiz. Chunki startap aytaylik hozirgi kunda eng qiziq mavzular atrofida, qiziq mavzu bo'layotgani va hozirgi kunda mana juda katta investitsiyalar tortyapti. Chetdan, O'zbekiston ichidan kelgan oxirgi 3 oylikni o'zida ko'radigan bo'lsak, bizda venture kapitallar ham ko'payyapti. Avval 3 ta edi, hozir 12 dan ziyod. Men bilganlarim. Ko'payib ketdi. 12 dan ziyod men bilganlarim hali. Balki yana bordir men ko'rmaganlarimda. Faqat startapda qolmaylikda, endi men o'zim yangi so'z olib kirmoqchi bo'laman bu yoqda, AIpreneurship. Ya'ni siz entrepreneursiz, boyagi boshlatgan bo'lsiz, lekin ya'ni biznesmensiz, unga siz o'zingiz boyagi искусственный intellekt, ya'ni sun'iy intellektingizni, sun'iy ongni biriktirmoqchisizda yoki-da butun boshli traditsion biznesga yangi yondashuv bilan AI orqali qilmoqchisiz hamma narsani. Bu narsani men qayerda ko'ryapman? Sizni ham shaxsiy fikringizni bilmoqchi edim. Aytaylik, bizning bir xodimamiz bor, Guli. Yoki yordamchimiz traditsion biznesda. Ular bizga, ya'ni yordamchimiz bo'lganligi uchun bizgacha kelishi kerak bo'lgan barcha отчетlar, ma'lumotlar jamlanmasi, tablitsalar deyilgan, hammasiga ularda to'g'ridan to'g'ri kirib kerakli ma'lumotni olib chiqa oladi. Va biz o'sha Guliga aytaylik, keyingi hafta biz
aytyapmiz, Xitoyga borib kelishimiz kerakmi, yo'qmi, yangi tovar bazasini ko'rib kelish uchun deb so'rayapmiz ulardan-da. Ular отчёtlarni hammasini ko'rib chiqyapti-da. Hamma отчёtni ko'rib chiqyapti-da va kelyapti-da, Muhammad Ali aka, shart emas, bizda produkt yetarli, bozor hali stabilni, hammasi bo'lyapti. Yangi produktga bizda boya talab yo'q, deyapti. Endi Gulini xuddi shu ishni qilish uchun bir kunlik vaqti ketdi. Biz xuddi shu narsani AI bilan qilsak bo'ladimi? Zo'r. Bu yoqda yana ikkinchi yashirilgan savolni ko'raman. Ya'ni Gulini o'rniga AI ishlatsam bo'ladimi degan narsani. Shuda Gulini o'rni, ya'ni bunday narsa, men biznesmen sifatida nimani o'ylagan bo'lardim? Menga istalgan narsani olib keling, yo u meni pulimni ko'paytirsin, Shunaqa. yo xarajatimni kamaytirsin. Boshqa narsa menga kerak emas. Boshimni og'ritmaylar-da, sodda qilib aytadigan bo'lsam. Chunki sizni gapingiz eshitgunimgacha bo'lgan davrda miyam orqasida juda ko'p muammoim bor edi. Men sizga ko'rsatmaydigan. O'shaning uchun nimadir gapirib kelyapsizmi menga yoki nimadir yondashuv qilmoqchimisiz, biznesmenmisiz, boshqa masala bo'yichami? U menga yordam qilsin. Zo'r. Men sizga pul bermay, puldan qochadigan joyim yo'q. Siz menga yordam qiling-da. Shu joyda Gulini ishlatsam, Gulini o'rniga AI ishlatsam bo'ladimi? Zo'r. Xo'p, o'zi bu narsa juda ko'p aylanyapti. Mediada, boshqada, ya'ni odamni o'rnini AI egallaydi boshqa. Lekin shu aytganingizdek, xohlagan biznesmen asosiy vazifasi xarajatlarni kamaytirish, savdosini oshirish, ko'proq pul topish. Bizani pozitsiya qanaqa? Biza birorta bir AI produkt ishlab chiqib, uni bozorga taqdim qilsak, biz hech qachon odamni o'rnini egallaymiz degan konsepsiya orqali kirib bormaymiz bozorga. Chunki bu narsa xato deb bilamiz. Balkim rostdan egallashi mumkin kelajakda, bilmaymiz. Hozir как будто ikkiga bo'linilgan bu tomondan. Kimdir aytadi AI ni polni o'rnini egallaydi, kimdir aytadi yo'q. AI ni biz odamlarga instrument sifatida bersak, men bu o'sha aytganingiz mana xodimi, Guli bo'ladi, boshqa bo'ladimi? Bir kunda qilayotgan narsasini tezroq qilishi mumkin. Tezroq qilib beradi. Nimaga odamga berish kerak sun'iy intellektni desangiz, chunki men bu ishchiz bor-ku, xodimingiz. Bu bir necha oy bo'ladimi, bir necha yillardan beri mana shu отчёт ustida ishlab yurganda. Shunday. Biladi, qayerda sun'iy intellektni yaxshiroq ishlatish mumkin. Shuning uchun agar oldin bir kun vaqt ketayotgan bo'lsa, sun'iy intellekt bering, 2 soatda qilib bersin. Ya'ni aytmoqchisiz, Guli kerak, faqat AI bilan bo'lsin. AI bilan bo'lsin, ko'proq ish qiladi. Yoki misol uchun call centerlarda, podдержка, texpodдержкада AI qo'yib xodimlarimni ishdan olib tashlayman deyapti. Yo'q, shart emas. Chunki biznesingiz qachondir kengayish kerak-ku. Shunday. Hozir 5 ta xodimingiz bo'lsa, bir kunda 100 ta klientga telefon orqali har bir javob berayotgan bo'lsa, 500 ta bo'ladimi? AI ulab bering. Bir kunda ular 500 ta klientni obработка qilmasin, 1000 tasini obработка qilsin, 2000 tasini obработка qilsin. Shunday. Lekin xuddi shu energiya, xuddi shu vaqt ketyapti. Shunday. Shuning uchun odamga AI aniq qilish kerak. Berish kerak. AI yordamchi sifatida olib kirish kerak. Yordamchi. 100% holatda o'rnini bosadigan narsalar olib kirmaslik kerak. Ya'ni bu yerda yangi tushunchalar ham paydo bo'lyapti, ya'ni vertikalli AIlar. Ya'ni vertical AI agentlar nima degani? Har bir soha uchun moslashtirilgan sun'iy intellekt agentlar. Ya'ni to'g'ri, ChatGPT yoki Gemini boshqalari, DeepSeek bo'ladimi? Ko'p narsa biladi. Lekin ular general purpose technology, ya'ni umumiy texnologiyalar. Shunaqa. Endi ChatGPT faqat savdo uchun, ishlab chiqarish uchun, meditsina uchun degan, endi bu yog'iga anaqalar chiqish boshlaydi. Vertical agentlar sun'iy intellektlar chiqish boshlaydi. Balkim shundan keyin temani gapirsak bo'ladi. Endi Gulini ishda olib qolamizmi yoki ishdan haydaymiz. Lekin baribir shunda ham, agar zo'r agent bo'lishdan qat'iy nazar ham odamni olib qolish kerak. Chunki sun'iy intellektda bitta narsa bor-da, gapingiz bo'ldi. Sun'iy intellekt farosat yo'qda. Shunaqa. Endi aytmoqchi bo'ldim. Farosatni tushuntiradigan bo'lsak, sal biznes terminga o'zgartiradigan bo'lsak, bunda mas'uliyatni kimgadir yuklashni bilishimiz kerak-da biz. Shunaqa. Farosatga qo'shib Guliga berib yuboramiz mas'uliyatni. AI dan xohlagancha foydalansin. Endi Guliga AI beryapmiz. Zo'r. Bor unda hamma narsa. Uni produktivniyati oshdi, bir xil vaqt ketyapti, bir xil energiya. Undan ortiqcha hech narsa talab qilinmayapti. Biz ko'proq rezultat ola olyapmiz. Xarajatimiz kam, lekin ya'ni qo'shimcha xarajatimiz bor, u juda kam, lekin o'sayotgan revenue, ya'ni aylanma mablag'ga bizda zo'r ta'sir, ya'ni qo'shimcha ta'sir bo'lyapti, bu juda yaxshi. Endi Gulini o'zini biz qancha vaqt davomida shu AI bilan ishlashga o'rgatishimiz kerak. Ya'ni qanchadir muddat bizda boyagi inglizchasiga aytganda learning curve deydi. Ya'ni o'rganish vaqti ketadigan, produktivnost tushadigan vaziyat. Ya'ni siz ishingizni qila olmayapsiz kerakligicha va o'rganishga vaqt sarflayapsiz.
shu joyda qanaqangi yondashuv qilishimiz kerakki, Guli ham zo'r o'rgansin biz berayotgan produktni, ya'ni AI ni va ishidagi produktivность darajasi ham tushmasin. Qayerda shu biz integratsiya qila olamiz shu narsani? Ta'lim yo'nalishi bo'yicha mana shu yerda qanaqadir yechimlar bormi hozirgi paytda? Tushunarli. Endi birinchi o'rinda shu mavjud instrumentlar bor bozorda. Ya'ni video uchun yoki o'sha Google Sheet'larni, spreadsheetlar bilan, Excel bilan ishlaydigan va hokazo. Deyarli har bitta biz oldindan bilib kelgan programma bilan ishlaydigan AI instrumentlar chiqib ketdi. Birinchi o'rinda sun'iy intellekt bu, to есть ChatGPT yagona sun'iy intellekt degan anaqadan qochish kerak. Ya'ni ChatGPT hamma narsani qila oladi degan narsani miyadan olib tashlash kerak u narsani. Va odamni mindseti ochiq bo'lish kerak, shu juda ham ko'p foydali instrumentlar bor. Va kerakli joyda ular o'sha anaqadan ChatGPT qilayotgan ishdan yaxshiroqni qila oladi. Misol uchun endi nima desa bo'ladi? Tayyor instrumentlar bor. Aytaylik AI practitioners kursimizda ham misol o'zingiz o'rgatasiz u yerda. Har xil sohaga instrumentlardan to'g'ri foydalanish va hokazo. Mutaxassis bilan gaplashish kerak-da. U Guli qancha tez o'rganadi, boshqa qiladi. Agar o'ziga berib qo'ysangiz bir 3-4 oy vaqt ketib qolishi mumkin. O'sha qisqartirilgan anaqa programmalar orqali yoki mentorni maslahatlari orqali bu narsani kamroq anaqa tushirish mumkin. Chunki misol uchun men siz oldingizga aytaylik nimadir so'rab borsam, siz menga ustoz sifatida men bu yerdan yurma, men bu yerdan yur. Men bu yerda ozgina yugurginda, keyin to'xtagin deb turib, manzilga tezroq borish anaqasini bilasiz. Xaritasini tuzib bera olasiz. Xaritasini tuzib bera olasiz. Aytaylik, umumiy vaqtim shunda, sizni maslahatingizga ko'ra 1 oyda yetib borishi mumkin. Agar yo'q, men o'zim bilaman hamma narsani. GPT bor-ku deb turib, o'zim o'rganadigan bo'lsam 4 oyda misol uchun yoki undan ko'p vaqt 6 oyda balki. Balki undan ko'p bo'lishi mumkin. Chunki ustoz ko'rmasdan turib kerak emas narsani ham o'rganib qo'yish mumkin. Ya'ni kerak emas bilim bo'lmaydi, lekin aynan ma'lum bir vaqt uchun unga aktual bo'lmagan bilim bo'lib qolishi mumkin. Shunday. Shu narsani o'rganib qo'yish mumkin. Ya'ni hozir menga aytaylik sun'iy intellekt doirasida videoni generatsiya qilish umuman foydasi bo'lishi mumkin. Bu narsani siz bilasiz. Men bilmasligim mumkin. Aytasiz, qara, zo'r videoni o'rganadigan bo'lsang, qilishchi. Kelajakda kerak bo'ladi, lekin hozir emas. Men hamma video qilyapti Instagramda, to есть qiziqarli tuyulyapti, men o'rganishim kerak deb birinchi videoga borib, keyin rasm, keyin nimadirlar qilib, vaqtimni anaqa behuda sarflab anaqa qilishim mumkin. Shuning uchun to'g'ri mentorlarni, to'g'ri mutaxassislarni maslahati asosida qilish kerak shu narsa. Ya'ni aytmoqchizki, AI ni integratsiya qilayotganda yoki AI ni o'zimizda ishga qo'yayotgan paytda aynan o'sha toollardan ishlatib yurgan odamlar bilan ko'proq maslahatda bo'lish kerak. Shunaqa. Ko'proq ular bilan birga bo'lish kerak. Chem o'zingiz noldan ko'targandan ko'ra. Ya'ni bilim bazangizni, bilim jamlanmangizni o'zingiz qurmang, ustozligidan o'g'irlangyapsiz. Shunaqa. Shu sizga effekt ko'proq beradi. O'zi ham quradi, sekin bo'ladi narsa. Sekin bo'ladi shunaqa. Ya'ni bu joyda biz qanday urg'u berishimiz mumkin? Aktualligi tushadi. Ya'ni aytaylik 1 yilda o'zi o'rgandi, молодец, zo'rsan, omadingni bersin, lekin sen ustoz bilan qilganingda 2 oyda o'rganarding va 10 oylik tajribaga ega bo'larding 12 oylik muddatda. Shunaqa. Ikkalasi 2 xilda, ikki xil vazn bosadi, qayerga borgan taqdiringizda ham. Ya'ni aktual deb zo'r gap aytib ketdingiz. Ya'ni kundan kunga yangi modellar chiqib kelyapti, yangi instrumentlar chiqyapti. Shunday. Ani bola 10 oyda bitta instrumentni o'rgangunigacha u instrument o'sha bozorda aktualligini yo'qotishi mumkin. Shunday. Shuning uchun o'sha ustozlarni qasam qilish kerak. Ustozniki bilan birga borish kerak. Mana shu yerda mana hozirgi kunda Google Gemini tarkibida bor narsa bor. Men o'zim har zamonda bir workflowimda, ya'ni ishlash jarayonimda ko'rib turadigan narsalarim. Ya'ni avvallar nima qilardik biz? Ta'lim sohasida o'zim yurganim uchun bilaman. Engineering davrida yurgan paytimda ham to'g'ridan-to'g'ri Google, keyin 4 ta eng topovoy sayt bor. Topovoy saytdan javob chiqmasa, biz bilamiz qolgandan точно javob chiqmaydi. Hozirgi kunda xuddi shu narsa, ya'ni xuddi shu narsa top narsani Google Gemini ichiga tarkibga etgan birga o'rganish deb qo'yadi. Ya'ni birga o'rganish. Savol berasiz, sizga birga o'rganish tugmasini bosib qo'ysangiz, birga o'rgatib ketadi. Bu yerda AI sizga yordamchi o'qituvchi, ya'ni asli o'qituvchi emas, o'qituvchi o'zingizga o'zingizsiz, lekin sizga yordam qilib ketyapti. Bunga bor. Shu holatda ta'limga AI'da, ya'ni искусственный intellekt bilan ta'limda yurish biz O'zbekiston holatda qanchalik to'g'ri? Dunyo bilimi, lekin shunaqangi holatlar borki, dunyodagi ishlaydigan bilimlar O'zbekistonda ishlamaydi. Chunki bizda lokalizatsiya juda
katta. Ya'ni katta deganim chuqur kirgan va bizdagi traditsiyalar bilan birga bo'lib ketganda ba'zi bilimlar. Dunyoniki O'zbekistonda ishlamaydigan holatlar bor. Shu joyda AI ni bilimi biz O'zbekistonga qanchalik tushadi va yondashuv birga o'rganish, AI bilan birga o'rganish degan narsa qanchalik to'g'ri. Aytaylik, case specific aytadigan bo'lsak, biznes ko'tarishda, biznes qurishda traditsionniy bor bizneslar, ya'ni bizda avvaldan mavjud bo'lgan bizneslarda O'zbekiston holatida ishlamaydigan case'lar juda ko'pda. Ya'ni marketingni massaviy qilish traditsionniy biznesda ba'zi yo'nalishlarda ishlamasligi mumkin. Olib kirishga harakat qilishganlar bor, bu narsani kameraga ayta olaman yo'q bilmadim. Olib kirishga harakat qilishganlar bor, yurmagan. Prosta tak marketingga pulni dam qilib yuborishdi, yurmadi. U yurmadi, chiqib ketdi bozordan. Lekin bu narsa western culture, ya'ni shu Yevropa mamlakatlarida, aytaylik Amerikada, Kanadada zo'r ishlaydi, zo'r ishlagan. Endi biz traditsiya bilan bog'liq qolgan joyimiz bor. Endi bu narsani AI o'rgatsa-da, siz harakat qilsangiz-da, resursingizni yo'qotib qo'yasiz. Tushunarli. Qanchalik O'zbekistonga moslangan AI bilan ishlaydigan ta'lim platformalarimiz yoki AIlarimiz bor. Xo'p, ta'limda AI, ya'ni AI bilan birgalikda o'rganish va o'sish. Endi bu sohada siz agar javoblarimni to'ldirasiz, chunki ta'lim sohasida anchadan yuribsiz, Westminsterda dars berasiz boshqa. Xo'p, mustaqil o'rganishda endi bu. Ya'ni Shunday. Sun'iy intellekt sizga yordam berib turgan bo'lsa ham, o'ta bir mustaqil o'rganyapsiz nimadir. Shunday. O'qituvchi o'zingizda. Ha, endi ko'rinayotgan mana trendlarga qaraydigan bo'lsak, mustaqil o'rganish ko'rsatkichi boshqa ustozlar aytishadi, bizda nisbatan kamroq. Bizda kamroq. Bizda kamroq. Ya'ni odam o'zi nimadirni mustaqil o'rgana olish qobiliyatimiz bilmadim negadir kamroq. Shunday. Uni sababini bilmayman. Balki o'sha yosh meni shaxsiy fikrlarim bor, lekin u juda contradiction, ya'ni qarshi fikrlar tashkil qilib yuborish mumkin jamiyatda. Aytmaganim ma'qulroq. Kuzatuvlarim natijasida endi u. Mustaqil o'rganishga borib taqaladi-da. Endi ana qisqaroq qiladigan bo'lsak, shu mustaqil o'rgana oladigan odamga foydali bo'lishi mumkin. Sun'iy intellekt orqali nimadir yangi narsa o'rganib olish. Boshqa odamlarga esa mustaqil o'rgana olish qobiliyatini o'rgatish mumkin. Unda azaldan yo'q edi, bu qanaqa qilib o'rgatadi? Endi o'rganadi shu narsani. Qanday qilib? Mana misol AI bor. U o'zi bilmaydi qanday qilib mustaqil o'rganish kerakligini. Ya'ni mustaqil o'rganishda men sizga eng sodda, pashti hamma bilan juda ko'pchilik biladigan bitta kichik joyni aytaman. Pomodoro bor. Ya'ni 25 minut o'qiysiz, 5 minut reflekt qilasiz. Ya'ni o'qigan narsalaringizga qaytib borasiz, to'xta, men 25 daqiqa atrofida shu o'tgan muddatda nimani o'rgandim. Va 5 minut qaytganingizdan keyin choy poy ichasiz, kofe ichasiz, miyangizga pauza berasiz, keyin 25 minut. Shunaqadan 3 ta bu produktingiz self studyga yordam qiladigan narsa bu. Zo'r ishlaydi. Bundan tashqari yana texnikalar bor, self studyga yordam beradigan. Self study qilish kerakligini hali bilmagan odam qanaqa AI bilan self study qila oladi? Xo'p, qisqa qilib aytadigan bo'lsak, self studyni bilmagan odam, ya'ni o'zi o'rganish kerak ekanligini, uni texnikalarini bilmagan odam qanaqa qilib искусственный intellekt bilan nimadir narsa o'rgana oladi? Nimadir o'rgansa biladi, chunki o'zi tagida yo'q hech narsa uniki. Tushunarli. Xo'p, mana GPT dan hamma foydalanyapti deyarli. Shunday. Hamma emas, juda ko'p odam foydalanyapti. Va omma deylik, kunlik foydalanish anaqa proses davomida GPT nimadir o'rgatyapti unga. Qanaqadir savolingiz bor miyangizda? Da. Misol uchun, nimaga svetoforda 3 ta rang bor, misol uchun? Qiziq savol. Qiziq savol, prosta kirib turib so'raydi. Nimaga 3 ta anaqa bor? Ya'ni o'rganishni oson qilib qo'ydi. Siz kirasiz, 3 ta 4 ta gap yozasiz, sizga sun'iy intellekt javobini qaytaryapti. Ya'ni o'ta nimadir o'rganyapsiz. Bundan tashqari, mana shu jarayonning o'zida siz va sun'iy intellekt o'rtasida kommunikatsiya hosil bo'ladi. Sizda yana miyangizda shunaqa narsa shakllanyapti. Ha, menda qanaqadir savol paydo bo'ladigan bo'lsa, sun'iy intellektdan so'rasam, u menga osonroq tushuntirib beradi oladigan o'sha instrumentim bor degan narsa shakllandi. Ya'ni o'zi mustaqil o'rgana olmay yurgan odamlar endi biladi, shu kimgadir murojaat qilishni. Shunday. Shuni orqasidan, demak, shuni orqasidan mana shu narsa shakllanib paydo bo'ladi. Menimcha shunaqa deb o'ylayman. Buni men soddaroq tushuntiradigan bo'lsam, men o'zim tushunganimda, ya'ni avval kimdir Cobalt haydab yurgandi. Endi unga Cobaltiga biz Ferrari motorini tiqib qo'ydik-da. Tezroq ketadi. Nariga odam bo'lsa, shunchaki hali piyoda yurgandi, unga Cobalt berdik. Ya'ni bittasi tezroq tezlashdi, tezlanishi shunda kuchliroq, bitasida harakat tezlandi. Endi kim bu vaziyatni yutqizadi? Ya'ni ta'limni ichida yurgan, aytaylik, ta'limni ichida yurgan va AI kelyapti-da,
traditsion ta'limni juda buzib tashlayapti-da. Ya'ni traditsion ta'limdagi fikrlar atrofida disruption deydi, ya'ni buzg'unchiliklar qilyapti-da AI. Yaxshi ma'noda. Yaxshi ma'noda. Endi Katta yengil. turtkilayapti-da. Nimadir qil, deyapti, turtkilayapti. Endi mana shu joyda kim yutqizadi? Traditsion ta'limda o'sha holatda men bo'ldi shu eng zo'ri deb qolgan odammi yoki AI bilan adaptatsiya qilgan odammi? Albatta, AI bilan adaptatsiya qilgan odam. Bu faqat Va nimaga? emas. Istalgan sohada, ya'ni misol uchun sun'iy intellektni ishlatayotgan biznes va sun'iy intellektni ishlatmayotgan biznes. Bozorda mana bu sun'iy intellektni ishlatmayotgan biznes o'zini o'rnini yoki o'rnini demaylik, u ham qachon pul topib yuraveradi. Bozorda erisha olishi mumkin bo'lgan ulushini sun'iy intellekti bor biznesga yutqizib qo'yadi. Aha. Ya'ni biznes ishlab turibdi, oyiga aytaylik $100,000 оборот qilyapti. Kelajakda o'sha оборот 200,000 ga chiqishi mumkin. Mumkin. Lekin bozorda potensial bor, ha. Potensiali bor. Turaveradi, hali ham 100,000 topaveradi, lekin o'sha 200,000 ga chiqadiganini mana sun'iy intellekt bor biznes olib ketadi. Ha. Ta'limda ham xuddi shunaqa deb bilaman. Va bu yoqda biz yutqizmaymiz. Sun'iy intellekt bu foydali narsa, chunki dunyoda hech kerak bo'lgan juda ko'p muammo borda. Hali muammo tugamasa ham kerak. Muammo tugamaydi. Ilmiy ravishda boshqa tomondan, misol uchun boshqa planetalarga uchish, juda ko'p muammolar bor. Shuning uchun bu juda katta yaxshi narsa bo'ldi deb o'ylayman, ya'ni sun'iy intellektni chiqishi. Odamlar harakatga tushib qoldi, ishimni olib qo'yadi, nima bo'ladi va hokazo degan qayg'urishlar boshlandi-yu, xavotir olishlar. Akseleratsiya, ya'ni tezlanish berdi odamlarga. Bu narsa yaxshi, sababi odamlar o'zi dangasada. Odamlar shunaqa katta bir kuch bilan oldinga surmaydigan bo'lsangiz, ular o'zligicha o'sha anaqaga bormaydi. Bormaydi, shunday. Naborot, o'sha jamiyatdagi benchmark deydi-yu. Qanaqadir bitta plankani tepaga ancha surib yubordi. Ko'tarib qo'ydi. Endi biza oddiy CRM sistema qilish haqida, ERP sistema qilish haqida o'ylamaymiz-da. Endi biza qanoq qilib meditsinadagi o'sha qiyin anaqa muammolarni yechishda yoki yangi proteinlar ishlab chiqishda yoki yana qanaqadir ilmiy yengilliklar qilish haqida o'ylash boshlaymiz. Chunki u narsaga biz yanada yaqinlashdik. Bitta statistika aytib ketaman. Mana Google faqat Gemini qilmaydi, faqat mana Google search qilmaydi. Ular misol uchun meditsina sohasida ham ancha katta ishlar qilishadi. Ya'ni sun'iy intellekt plus meditsina. Ana shu bitta anaqada chiqarishdi artikelda bir necha 100 yillarmi, 1000 yillarmi vaqtida adashayotgan bo'lishi mumkin. Bir necha 1000 yillarda yetib borishimiz mumkin bo'lgan joyga bizni hozirgi qo'limizdagi sun'iy intellekt modellarimiz bir necha yilda olib borib qo'ydi. Yoki bir necha oyda olib borib qo'ydi. Ya'ni tadqiqotni, resursni shunaqangi tezlashtirdiki, ular minglagan yillarni tejab qola olyapti hozir. Ya'ni odamzodga o'ziga ta'lim tufayli akseleratsiya beryapti. Albatta, bu juda foydali narsa. Xo'p, endi ta'limga kelib qoldik AI bilan. Chunki nega ta'limda yurishimiz kerak? Men o'ylayman, shaxsiy fikrim, yagona qutqaradigan narsa bu ta'lim. Odamzodni yagona qutqaradigan narsa bu ta'lim. Nega? Falon million yillar deydi, odamzodsiz bo'lasizmi yo'qmi deydi, lekin qayg'urishimiz kerak bo'lgan narsa biz qayerda bo'lamiz emas, bizning fikrlarimiz qayerda bo'ladi, biznikini kimdir tortib keta oladimi? Endi fikrlar mustahkam bo'lishi uchun bizda yetkazib bera oladigan ta'lim bo'lishi kerak-da, istalgan taraflama ham. Xo'p, mayli, hamma shunday qilib yuribdi. Mana hozir traditsionniy shu hamma qilib yurgan deylik. Universitetlar, maktablar, boshqalar bor. Nega biz tendensiyani O'zbekiston universitetlari deylik, O'zbekiston universitetlari o'quv markazlari ko'proq ko'zga tashlanadigan narsa va juda ko'p. Universitetga planka bor, bunga davlat tomonidan qirib borishingiz kerak bo'lgan, lekin o'quv markazida planka yo'q, istalgan odam pulni to'lasa o'qiradi. Ular hozirgi paytda shoshmayapti. AI bilan ishlagan. Nega? Biz aytyapmiz, ya'ni bu soddaroq aytadigan bo'lsangiz, juda yuqoridan kelib qarashlikni gapiryapmiz biz hozir AIda. AI bilan ta'lim boshqalar, lekin jamiyatga qaytadigan bo'lsak, jamiyatda qilmayapti. Nega? Qilmayapti nimaga? Yoki ularga biz to'xta, o'y, shosh mana bu yerda shoshilishing kerak deydigan bir turtki berishimiz kerakmi? Nima qilishimiz kerakki, odamlar AI bilan birga o'qish kerakligini, AI bu haligi replacement emas, ya'ni ishingizni olib qo'yadi emas. Aslida sizga yordamchi va bu tezda ishingizni sifatli qilib berishga yordam qiladigan narsa ekanligini, integratsiya jarayoni kerakligini tushuntirish kerak.
Hop, endi u o'quv markazi biznesida yurganlar yoki ta'lim sohasida yurganlar bu narsani bizdan yaxshiroq tushunishadi. Ya'ni ya'ni sun'iy intellektni integratsiya qilishayotganlar bor. Ya'ni aytganimdek sun'iy intellekt yaxshi narsa, lekin hamma joyda ham ish bermaydi. Va o'zim ko'ryapman, kerakli joyda integratsiya qilishyapti. Endi nimaga katta darajada yoki katta masshtabda bu integratsiya bo'lmayapti deydigan bo'lsangiz, ular ko'ryapkanki, mana bu yerda ish beradi, bu yerda ish bermaydi. Lekin integratsiya qilayotganlar bor. Ozgina sekin bo'lishi mumkin. Bu narsa u biznes egasini, o'sha o'quv markazi biznes egasini sun'iy intellektni tushunish yoki tushunmasligida emas, balki bizni bozorimiz shunga tayyor bo'lmasligida ham bo'lishi mumkin. Ya'ni o'quv markazini 100% holatda sun'iy intellekt asosida qurib olishingiz mumkin. AI instrumentlar, sun'iy intellekt assistentlar har bitta talaba uchun. Lekin bozor mijozlari, ya'ni talabalar bu narsaga tayyor bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun sun'iy intellektni kerakli joyda ishlatishyapti. Ana muammo bozorda deb bilaman. Ya'ni muammo emas, bozor shu etapti. Bizning bozor. Endi yana shu joyda aytay sizga. Biznesmenlar, aytaylik shu biznesmenlar bozorni chaqovchi desa juda qo'pol eshitiladi-yu, lekin bozorda yo'l ochib beruvchilarda. Ya'ni sodda qilib aytaman, sizni qorningiz ochligini sizga eslatmagunimcha sizni qorningiz ochligini bilmasligingiz mumkin. Ya'ni nimadir ishlar bilan band bo'lib yuribsiz-da o'z ishingiz bilan. Shunaqa holat kelib qoldi. Endi xuddi shunga o'xshagan narsa bozorda mavjud ekanligini biz konsumerga, ya'ni foydalanuvchiga ko'rsatmasak, foydalanuvchi u narsani sizdan talab qilmasligi mumkin, chunki o'ylaydi, hali u darajaga yetib kelgani yo'q-da. Ta'lim bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi? Bu yerda biznesmenlarimiz, o'sha barcha sohaning odamlari deylik, AI bilan integratsiyaga jadal kirishga kerak ekanligini ko'rsatib berish kerak emasmi? Chem customerdan kutib o'tirgandan ko'ra. Talabni. Ularga chunki yo'l ochib berish kerak-da. Misol o'rnida aytaylik, ishlaydigan narsa, men o'zim bilan bo'lib turadigan narsa, yoki da bo'lgan narsa deylik. Koreyada ta'lim olgan paytimda u yoqda pedal minjuk degan bizni o'zbekcha aytadigan bo'lsak, dastavka xizmati bor. Dastavka xizmati bor. U yoqdan bir marta yoki ikki marta zakaz qilganingizdan keyin u sizni уже o'rganishni boshlaydi. Hozirgi paytda, o'sha paytda ham bo'lgan. Где-то ovqatlanadigan, o'sha ovqatlanadigan vaziyatingiz kelgan paytda sizga srazu notification, ya'ni e'lon keladi. Xabarnoma keladi. Xabarnoma keladi. Mana shu joyda shunaqa ovqat bor. Yeb ko'rmaysanmi? Nimadir takliflar. Biz chiqishimiz kerak demoqchisiz. Ular tomonidan biznesdan bizga kelyapti-da. Bu narsani birov o'tirib bittalab qilib o'tirmaydi-yu. Uni orqasida qanaqadir aytaylik AI bo'lmasin, kichik bir algoritm bor, o'sha narsani qilyapti. Bu faqat men aytayotganim shu dastavka xizmatidagisi. Nega boshqa bizneslar shu atrofda aylanmayapti? Yoki aytaylik, mana distributsiya xizmatlarimiz bor. Ular odam yuboradi. Do'konlarga odam yuborib, nimalaringiz bor, nimalaringiz yo'q deb qilib ketadi. Bu narsa nimaga o'zlari ketayotgan tendensiyani o'rganib turib, ya'ni do'konda qanaqa tovar aylanishini o'rganib turib, suggestionlar bilan bormaydi. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri o'rgangani bormaydi-da, tovarlar bilan bormaydi. Siz tushundim. Yana o'sha hamma narsa taqalib bozorga kelib tushadi. Ya'ni bozorda yoki o'sha dastavkachi bo'ladimi yoki mana bu nima desa bo'ladi? Bitta xodimi borib turib do'konda bor yo'qligini bilish, shu bilan ishi bityapti. Shuning uchun nima qiladi tega bu narsaga? Ishlab turgan protsessni nima qiladi? Buzib qo'yib, Ishlab turib tegma. Shuning uchun bozorda to'g'ri ozgina sekin bo'lishi mumkin, lekin balkim u uchun to'g'ri bo'lishi mumkin. Bu narsani biz bilmaymiz. Misol uchun ishlab chiqarish sohasi bo'yicha men nimadir deya olmayman, chunki u sohada men tajribam yo'q. Ishlab chiqarishni biznes egasi mendan ko'ra yaxshiroq biladi, qayerda sun'iy intellekt ishlatish kerak emasligini. Lekin argumentingizga qo'shilaman. Ya'ni o'zgarishga biz nisbatan sekin ketyapmiz. Ya'ni to'g'ri, biznes ishlayapti. Biznes egasi biladi. Xoh ta'lim bo'lsin, xoh ishlab chiqarish, boshqa soha bo'ladigan bo'lsin, u men bu yerga sun'iy intellektni qo'shaylik degan narsa u bizdan yaxshiroq biladi. Lekin baribir sizning argumentingiz ham to'g'ri, ular sekin birinchi bo'lish kerak-da bozorda ular. Baribir sekin qilishyapti. Ozgina tezlashtirish kerak edi. Customerdan kutib o'tirgandan ko'ra customerga berish kerak, ol deb. Chunki bu traditsion biznesda ham adashmasam asl tagi qanday boshlanishi, ya'ni oddiy misolda aytadigan bo'lsak, kosmetika qilmoqchi bo'lgan odam customerdan birinchi so'rab o'tirmaydi, kosmetika xohlaysanmi deb. Kosmetika olib keladi, bozorga tiqib ko'radi, cho'kichimi, qayoqda yuradimi, yurmaydimi.
Xo'p, bugun asosan AI atrofida gaplashgan bo'ldik. Gapirsak gap ko'payib ketyapti. Ko'payib ketyapti ma'nosiki, biz hali AI ummonini qirib ko'rdik-da, ya'ni nima ekan bu deb turib bir piyola suv ichib ko'rgan bo'ldik ummondan. Juda ko'p narsa aylanyapti. Kunda yuzlagan yangilik bor va hammasi har xil AI, boyaga aytgan vertikal yo'nalishda ketayotgan yoki gorizontal kengayayotgan. Eng kichik misoli, bitta kichik aytib o'tib ketadiganim, aynan kecha kunduzda Cloud AI ni Opus 4.5 chiqdi. Bu juda katta benchmarklarni u yoq bu yoqib tashlaydigan juda katta model chiqdi. LLM u ham texnik aytadigan bo'lsak. Zo'r narsa. Bu haqida o'tirganib gaplashsak 20 minut, 1 soatlab gaplashsa bo'ladi. Bu juda kichik bir mavzu. Shuning uchun hozir mana shu yerda, ya'ni aynan qizigan paytda odamlarda yanada o'zlari fikr yuritaylik, qayerlarda nimani ko'rsak bo'ladi, aynan o'zimiz sohamizda qayerdan qilishimiz mumkin degan fikrlarni beraylik-da. Ya'ni AI bizga qayerda kerak degan fikrni o'zlari topishsin-da. Keyingi podkastimizda aynan kelgan joydan emas, yangi mavzular ustida AI integratsiyalari yokida startaplar yokida AI bilan startaplar mavzusida gaplashgan bo'laylik. Shunaqa bo'ladi, shu jamiyatga kerakli anaqada gaplashadigan bo'lsa, menimcha yaxshi. Xudo xolasa. Bizani o'zimizga to'g'ri startap sohasi yaqinroq anaqa nisbatan. Lekin baribir odamlarga qiziq bo'lgan va ularga kerakli bo'lgan suhbat qiladigan bo'lsak, yaxshi bo'ladi. Demak, mavzular bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir sizlar qiziqtirgan yoki biz ustida gaplashishimizni sizlar xohlagan yoki aynan qanday yo'nalishda biz ketishimizni xohlagan fikrlar bo'ladigan bo'lsa, qoldiringlar izohlarda. Muhammad Aliga bugungi kun uchun rahmat kattakon. Sizga rahmat aka. Qadrli tomoshabinlar, bugun biz asosan AI, startup va AI entrepreneurship va traditsion biznesdagi AI ni o'rni va ta'limga biroz tegib o'tgan bo'ldik. Bu yerda mavzular barchasi shunchaki mavzularga tegib o'tgan bo'ldik. Chuqurroq kirmoqchi bo'lsak, buni ham izohlarda qoldiringlar. Agar boshqa mavzular haqida gaplashishni xohlasak, buni ham izohlarda qoldirsanglar, biz mamnun bo'lamiz. Rahmat.